Al-Buxoriy amirni tildan qoldirgan bu daho. Hozir Samarqanddagi muzeyda Saudiya qiroli aynan nimani hadya qilganini ko'pchilik bilmaydi. Madina-yu Munavvara, payg'ambarimiz masjidining ravzasi. Oydin kechalarda 18 yoshli Buxoriy o'zining tarixiy kabir asarini yoza boshladi. Bu shunchaki kitob emas, minglab sahobalar va roviylarning hayoti bexato tushirilgan ulkan qomus edi. Ustozi Ishoq ibn Rohavayh bu asarni Xuroson amiri Abdulloh ibn Tohirga olib borib shunday deydi: "Senga odamni butunlay sehrlab qo'yadigan bir asarni ko'rsataymi?" Amir bu yosh yigit asarining mukammalligi va sifatini ko'rib, hayratdan so'z topolmay qoladi. Ammo oradan salkam 13 asr o'tsa ham, o'sha 18 yoshda boshlangan sifat va ulug'lik mangu yashab qoldi. Bugun Samarqandning Xartang qishlog'ida u zot xotirasiga atab jami 60 gektar maydonni egallagan mislsiz islom mo'jizasi barpo etildi. Markazda 28 metrlik ulug'vor maqbara, uning yonida esa bir vaqtning o'zida 10 ming namozxonni sirdira oladigan Markaziy Osiyoning eng muhtasham masjidi qad rostladi. E'tibor bering, masjid peshtoq va devorlariga 100 dan ortiq Qur'on oyatlari hamda aynan Sahihul Buxoriydan 75 ta hadis bitilgan. Har bir yozuv yonidagi QR kodlar orqali chet elliklar uni istalgan tilda o'qishlari mumkin. Eng katta sir esa majmua muzeyida. Bu yerda Saudiya qiroli Fahd ibn Abdul Aziz hadya qilgan Ka'ba kisvasining muqaddas parchasi. Kutubxonada esa Qur'oni Karimning noyob qo'lyozma nusxalari va turli tillardagi nashrlari saqlanadi. Asrlarga tatiygan o'sha sifat bugun ham davom etmoqda. Made in Uzbekistan yorlig'i bilan dunyoni zabt etayotgan o'zbek brendlarini ko'rish uchun bizga obuna bo'ling. O'zimiznikini o'zimiz qo'llaylik.